Assalomu alaykum. Sizlar bilan Apply haftalik dayjesti. Endi tillarni o'rganish yanada osonlashadi. Windows 11 eng katta yangilanishni oladi. OpenAI birinchi sun'iy intellektli ChatGPT Atlas brauzerini taqdim etdi. Perplexity AI yangi funksiyani ishga tushirdi. Endi u interaktiv kartochkalar yaratadi va ular yordamida tillarni quyish shaklida o'rganish mumkin. Foydalanish juda oson. Shunchaki kartochkalar yarat deb yozing, so'ng mavzu va tilni ko'rsating. Natijada sizga savollar va izohlar bilan tayyor kartochkalar taqdim etiladi. Ular orqali grammatika, ya'ni so'zlar va iboralarni o'rganish mumkin. Xizmat brauzerda yoki iOS ilovasida bepul foydalanish mumkin. Android versiyasi esa keyinroq qo'shiladi. Windows 11 eng katta yangilanishni oladi. Operatsion sistema klaviatura yoki sichqonchasiz sizni eshitishi, ko'rishi va tushunishi mumkin bo'ladi. Microsoft sun'iy intellektni yangi bosqichga olib chiqdi. Yangi kopilot shaxsiy kompyuteringizni boshqarishi, ekraningizni tahlil qilishi va hattoki real vazifalarni bajarishi mumkin bo'ladi. Shunchaki salom Kepilot deb aytish kifoya va sun'iy intellekt darhol buyruqlaringizni bajaradi. Kepilot Visions ekranda sodir bo'layotgan barcha narsani tahlil qiladi va savollarga javob beradi yoki tavsiyalar beradi. Klaviatura va sichqoncha endi kerak emas. Eksperimental Kepilot ilovasi restorandan joy band qilishi, oziq-ovqat mahsulotlarini buyurtma qilishi va kundalik ishlarni bajarishga yordam berishi mumkin. Yangi brauzer ChatGPT bilan to'liq integratsiyalashgan bo'lib, foydalanuvchiga qulay sun'iy intellekt yordamchisini taqdim etadi. Endilikda bot siz uchun Google'da izlashni, veb sahifalar mazmunini ko'rishni va uni bir zumda tahlil qilishni biladi. Javoblarning aniqligi oshirish uchun brauzer sizning qidiruv tarixingiz hamda ChatGPT bilan avvalgi suhbatlaringizni ham hisobga oladi. Shuningdek, OpenAI sun'iy intellekt agenti to'liq integratsiya qilingan. Uni siz uchun zerikarli ishlarni bajarishga, xatlar va kod yozishga, hatto chipta bron qilishga ham topshirish mumkin. Sizlar bilan Apply haftalik dayjestida ko'rishdik. Keyingi sonlarni kuzatish uchun obuna bo'lib qo'ying.